Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Bugun e'tiborlaringga biz proktologiyada ishlatadigan eng zamonaviy apparaturalarni namoyish qilmoqchimiz. Ya'ni bu o'sha gemoroy kasalliklarini davolash uchun, treshina kasalligini davolash uchun, svish ya'ni to'g'richak oqmalarini har xil darajalarda davolash uchun yoki parapraktik kasalliklari, kriptit, papillit, rektovaginalniy oqmalar, umuman proktologiyaga oid bo'lgan hamma turdagi operatsiyalarni qilish uchun mo'ljallangan eng zamonaviy apparaturalarni bugun e'tiborlaringizga namoyon qilmoqchiman. Ko'pchiligimiz oldingi videolarda lazerni ko'rsating, ligashurni ko'rsating, garmon ko'rsating, kalkulyator qanaqa bo'ladi yoki o'sha longo metodda ishlanadigan apparaturalar qanaqa bo'ladi deb savollar berishgan va bugun shu narsalarni birma-bir sizlarni e'tiborlaringizga ko'rsatib, tanishtirib chiqmoqchiman. Ya'ni siz bilib olingki, sizga ishlatiladigan apparat o'zi qanaqa. Lazer deb sizga kalkulyator ishlatib qo'yishmayaptimi? Yoki longo deb umuman boshqa narsa ishlatishmayaptimi? Bu narsani farqiga borib olish kerak. Demak, boshladik. Apparat Lazer Mediola Compact Belorussiyaniki. Apparat hozirgi kunda eng zamonaviy lazer apparaturalaridan biri hisoblanadi. Demak, uning bir martalik ishlatiladigan diodlari bu mana bu svish iptiral ko'pchilik oqmalar uchun mo'ljallangan bir martalik svetodiod. Tasvirda yaxshi ko'rinadi. Bu kichkina svetodiodlar gemoroy treshina uchun mo'ljallangan. Bir martalik shuning ichidan nur chiqadi va yarani demak обработка qiladi. Mediola Compactning o'sha kalibrisi shu orqali nur chiqadi. Hozirgina ko'rib o'tgan videoyingizda demak lazer apparati haqida ma'lumot berildi. O'sha lazerning ko'rinishi shunaqa turda bo'ladi. Videoning davomida sizga kalkulyatorni ham ko'rsataman. Bu lazerdan tubdan farq qiladi. Lazerda ishlatiladigan narsa o'sha boya ko'rsatganimdek bu nakanichnik. Bir martalik nakanichnik. Videoga qarab boramiz. Bu o'sha svetodiod hisoblanadi. Bu qo'limda turgani demak svishlar uchun, ya'ni murakkab turdagi svishlar emas, oddiy turdagi svishlar uchun mo'ljallangan nakanichnik, одноразовый yoki iptiral ko'pchilik xod deydi, iptiral ko'pchilik oqmalari uchun ishlatiladigan bir martalik svetodiod. Ya'ni olinadi, ishlatiladi, mana shunaqa pachkalar bo'ladi, u strinli ochiladi, ishlatiladi, tashlab yuboriladi. Keyingisi bu kichkina svetodiod hisoblanadi. Bu svetodiodimiz asosan mana ko'rinishi. Bu asosan demak treshinalar uchun, gemoroylar uchun mo'ljallangan svetodiod hisoblanadi. Bu ham bir martalik hisoblanadi. Bu yoq nakanichnik ulanadi, o'sha lazerning mediola kalibrasiga ulanadi, bunisi o'zidan nur chiqaradi va nur yordamida demak kuydiriladi. Yana bir lazerning turi bor. Bu hozir tepada ko'rsatganim bu Belorussiya, Rossiya lazer hisoblanadi. Germanskiy lazer bor, violet lazeri hisoblanadi. U germanskiy apparat. Bu ham o'zining maxsus o'sha o'tkazuvchan svetodiodiga ega. Bu yoq o'sha apparat ko'rinadi. Bu ham одноразовый. Bu uchidan nakanichnik o'zidan nur chiqaradi, mana nur chiqaradigan demak svetodiodi bor. Bu maxsus o'sha anaqaga nakanichnik ulanadi. To'qima orasiga kiritiladi va u yerdan nur chiqarib, vaporizatsiya, treshinani kuydirish, destruksiyalarni amalga oshiradi. Bu narsa maxsus plastik rektator hisoblanadi. Bu o'sha to'g'richakka kirib, to'g'richakka kiriladi, shu dostуп ochish uchun. Bunaqa ko'rinishda kirgandan keyin bemorda o'sha ichkaridan lazerning diodi kiriladi. Bunaqa ko'rinishda kirib, gemoroyni shu nakanichnik yordamida kuydiriladi. Rektator joyi o'zgartiriladi, kuydiriladi, o'zgartiriladi, kuydiriladi, o'zgartiriladi, kuydiriladi. Bu ham bir martalik maxsus demak plastikdan ishlangan rektator hisoblanadi. Keyingi apparatimiz bu ichki gemoroylar uchun, ayniqsa 3-4 daraja ichki gemoroy, shilla qavatning tushishi, ya'ni bir xillarda shilla qavat tushib qoladi tashqariga. Hojatga bo'lganda bir yarmi 2 sm tashqariga chiqib qoladi. Biz umuman shilla qavat tushish haqida batafsil video qilganmiz, uni o'sha kanalimizga o'tib ko'rishingiz mumkin. O'sha turdagi operatsiyalar uchun sirkulyarniy qirqib olish uchun mo'ljallangan apparat. Apparatning oti sirkulyarniy shvish apparat deyiladi. Apparat ham одноразовый, bir martalik hisoblanadi. Ochiladi. Apparatning ichida maxsus demak o'zining kanyuli bor. Bu kanyul alohida ajratib olinadi. Bu o'sha to'g'richakka tiqib,
mana buni ko'rinayotgan bo'lsa, to'g'richakka tiqir, sirkulyarniy bu maxsus qirqib oladi. Bosganda qirqib oladi. O'sha ko'rib turgan sohasidan maxsus steplerlar chiqadi. Stepler shilliq va sirkulyarniy qirqib oladi. Bu apparatning afzalligi shundan iboratki, bemor operatsiyadan keyin deyarli og'riq his qilmaydi. Yani og'riqdan qo'rqadigan bemorlarimiz bor-ku, shularga yuborib qo'ysanglar bo'ladi. Gemoroy operatsiyalarida agar sizda ichki 3-4 daraja gemoroy yoki shilliq qavatning tushishi kuzatilayotgan bo'lsa, eng yaxshi metod sirkulyarniy shivish apparat yordamida longa usulida, demak, gemoroy tugunlarini yoki shilliq qavatni qirqib olish. Eng yaxshi metod. Bemor ertasi kundan boshlab bemor turib oyoqqa turadi. Og'riqlar deyarli bo'lmaydi. Endi yo'q demayapman. Deyarli juda kam miqdorda bo'ladi. Hojat paytida bemor ko'p qiynalmaydi. Chunki anatomik tuzilish jihatdan to'g'richak anal kanali 4 sm 5 sm zonani tashkil qiladi. Orqa teridan boshlab 4-5 sm. Aynan o'sha joyda nerv tugunlar juda ko'p. Shu joyga tegirilsa, shu joydan qirqilsa, shu joydan tugun olib tashlasa, bemor og'riq his qiladi. Bu apparat esa o'sha tepa tomon anal kanalida maxsus chiziq bor, liniya, jismon liniya deyiladi. O'sha liniyani tepa tomondan qirqadi. Ya'ni u joyda nervlar juda kam. Shuning uchun bemor deyarli operatsiyadan keyin og'riqlarni his qilmaydi. Demak, sirkulyarniy apparat longa metod bo'yicha ishlaydigan ko'rinish. Aytib o'tishim kerak, bu apparat bir martalik bu ham. Naborni o'zi kompaniyasiga qarab kamida $150 dan $300-400 ketishi mumkin. Shuning uchun bu metod bilan qilingan operatsiyalar biroz qimmatroq. Oddiy gemoroy usulida qilingan operatsiyalarga qaraganda bu usulda qilinganda biroz qimmatroq. Chunki apparatning narxi albatta xarajatlarga qo'yiladi. Bu apparatimiz elektrokagulyator deyiladi. Elektrokagulyator. Fotik firmasiga tegishli rossiyskiy yaxshi apparat. Ko'pchilik klinikalarda shu apparatni lazer deyishadi. Aslida bu lazer emas. Bu monopolyar yoki bipolyar elektrokagulyator. Bu ham to'qimalarni kesib olishga mo'ljallangan, lekin lazer apparat hisoblanmaydi. Bu kichikroq varianti. Fotik. Eng yaxshi zamonaviy apparatlarimizdan Kaviding firmasiga tegishli bo'lgan Legashu apparat. Mana Legasuri deb yozib qo'yibdi inglizchasiga. Legashu bipolyarniy apparat. Bu yordamda tashqi gemoroy tugunlar, 3-4-bosqichdagi gemoroy tugunlar maxsus qirqib olinadi. O'zining maxsus qaychisi bor, qirqib oladigan. Ham qirqib, ham tikib ketadi apparat. Yaxshi apparat. Keyingi apparatimiz Garmonik apparati. Bu ham Etikon'niki, европейский, amerikanskiy firma. Eng yaxshisi apparat xuddi Legashuga o'xshab, bu ham qirqib olishga mo'ljallangan. Buni ishlashi tok bilan bo'lsa, bu ishlashi tovush to'lqinlari yordamida kesadi. Yuqori chastotadagi to'lqinlar yordamida kesib olinadi to'lqinlar. Bu ham qaychisi bor, o'zining maxsus. Va yana qo'shimcha operatsion blokimizda pompa bor, varikoz kasalliklari uchun. Eng oxirgi darajadagi Mindrive 4K laparoskop stoykasi, yana bitta laparoskop stoyka 4K apparaturalarımizdan hech qanaqa muammo yo'q. Общий narkoz uchun ishlatiladigan IBL apparatlarimiz, zamonaviy xona va operatsiyaga tayyor har doim. Bu ikkinchi operatsion blokimiz. Bu yerda ham alohida IBL apparatimiz, yana bitta stoyka, eng zamonaviy qorin bo'shlig'ida qilinadigan laparoskopik operatsiyalar uchun ishlatiladigan stoyka. Ya'ni xalq tilida lazer deyiladi. Qo'shimcha IBL apparaturlarimiz, operatsion blokimiz. Azizlar, mana tepada sizlarga ko'rsatib o'tdim barcha texnikalarimizni. E'tibor qaratgan bo'lsangiz, demak, o'sha lazerni ko'rsatdim sizlarga, koagulyatorni ko'rsatdim. Demak, Legashu garmonik apparatini ko'rsatdim. Qorin bo'shlig'ida qilinadigan operatsiyalar uchun, ya'ni o'sha ichak rezeksiyalar, ichakni qirqib olib tashlash, uzunlashib ketgan ichaklar, ayniqsa dalil signallarda ishlatiladigan stoykalarimizni ko'rsatdim. Bizdagi apparaturalar eng oxirgi, eng zamonaviy, eng sifatli apparaturalar hisoblanadi. Chunki albatta bizda uchrashuvchilar bu narsaga juda qattiq qaraydi. Bir mahsulot oladigan bo'lsak, bir narsa sotib olmoqchi bo'lsak, mana shu davrda eng yaxshisini, demak, klinikamiz rahbariyatimiz tomonidan olib berilgan
siz ishlatadigan apparatura qanchalik yaxshi bo'lsa, erta sizda bo'ladigan asoratlarni shu darajada minimallashtiradi. Ya'ni shu darajada pastroq asoratlar, kasallikni qaytarish ehtimoli shuncha pasayib boradi. Albatta endi Jiguli bilan Lamborghini solishtirib bo'lmaydi. To'g'rimi? Kimdir Jiguli bilan operatsiya qilyapti. Kimdir Lamborghini bilan operatsiya qilyapti. Ikkalasi ham to'g'ri manzilga olib borishi mumkin, lekin farq bor. Komfortda farq bor, yurishda farq bor, tezlikda farq bor, sifatda farq bor. Bejizga Lamborghini qimmat hisoblanmaydi, chunki unga aql ishlatilgan, chunki unga bilim berilgan, chunki unga mehnat ketgan. Apparaturalarni soddaroq tilda tushuntirish uchun o'xshatish qildim xolos. Endi video davomida klinikamizning ko'rinishi haqida ozgina video ma'lumot bermoqchiman. Marhamat. Klinikamizning kechki ko'rinishi. Bu yerda hamma bo'limlar joylashgan: terapiya, gastroenterologiya, nevrologiya, oftalmologiya, umuman hamma sohalarda bizda bo'limlar mavjud va bizning ishxonamiz, bo'limimiz jarrohlik bo'limi. Jarrohlik bo'limi mana shu bizning ishxona hisoblanadi. 2 qavatli zdaniya. Birinchi qavat va ikkinchi qavatdan iborat. Ikkinchi qavatda albatta operatsionniy bemorlarimiz, postoperatsionniy bemorlarimiz demak yotib davolanishadi. Klinikamizni ichkaridan sizlarga biroz tanishtiraman. Bu bizning klinikaga kirish joyi. Tungi soat 11 dan o'tganligi sababli hozir hamma uyquda. Bu bizning operatsiyaga kiradigan xonamiz. Bizning xona. Fayzli xonamiz. Bizning ish joyimiz. Albatta tartibsiz, e'tibor bermaysizlar. Ish joyimiz, ishxonamiz. Aynan shu yerda ish faoliyatimizni olib boramiz. Azar mana klinikamizning ko'rinishi, bo'limlarimiz holatini bir qator ko'rib chiqdingiz. Bu bizning demak klinikamiz. Bizning klinikamiz demak O'zbekiston temir yo'llari markaziy klinik shifoxonasi hisoblanadi. Har qanday operatsiya, har qanaqa organ bilan bog'liq har qanaqa turdagi operatsiya bizda amalga oshiriladi. Bizda ustozlarimiz bor, kollektivimiz juda tajribali mutaxassislar, ustozlarimiz, professorlar, ya'ni oddiy odamlar bu yerda ishlamaydi. Shuning uchun azizlar, agar sizda yoki sizning yaqinlaringizda qanaqa turdagi operatsiyalarga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, bo'lib ham proktologik turdagi operatsiyalarga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, ya'ni deylik o'sha gemoroylar, har qanaqa turlari, ichak shilqali tushishlari, svishlar, to'g'richak oqmalari, epiterokokchik yuxotlar, epiterokokchik kistalar, treshinalar, parapraktitlar, umuman proktologiyaga oid qanaqa turdagi muammolar bo'ladigan bo'lsa, hech ikkilanmasdan bizning klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda, ya'ni klinikamizda siz uchun tibbiy, malakali xizmat ko'rsatish uchun hamma sharoit bor. Ya'ni apparaturalarning eng oxirgilari ishlatiladi, mutaxassislarning eng yaxshilari bizda jamlangan va biz sizga sog'lig'ingizni tez orada tiklab olishingizga demak yordam beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, shuning bilan sizlarga bermoqchi ma'lumotlarim o'z nihoyasiga yetdi. Qanaqadir yana savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga yangiliklar, yangi ma'lumotlar berishda doim harakatdamiz. Har doim aytadigan gapimiz, o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Sog'liqni qadriga yeting. Albatta, sog'liq eng buyuk ne'mat. Sog' bo'linglar.